Ushbu chiqishimizda aholi va internet foydalanuvchilari tomonidan tez beriladigan bir savolga javob bermoqchimiz. Savol esa shunday: taqiqlangan diniy mazmundagi materiallarni qanday ajratamiz? Yoki shu mazmundagi materiallarning ro'yxati bormi? Javob esa ha, albatta bor. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan internet jahon tarmog'idagi diniy ekstremistik, terroristik va aqidaparastlik g'oyalar bilan yo'g'rilgan deb topilgan hamda respublika hududiga olib kirish, tayyorlash, saqlash, tarqatish va namoyish etilishi taqiqlangan manba va kontentlar ro'yxati e'lon qilib boriladi. 2025-yilning sentyabr holatiga ko'ra, huquq-tartibot idoralari murojaatiga asosan din ishlari bo'yicha qo'mita tomonidan tayyorlangan dinshunoslik ekspertizasi xulosasi asosida O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 115 dan ortiq qarori chiqarilgan. Ularga muvofiq 1400 dan ortiq kontent radikal mazmunda deb topilgan hamda ularni O'zbekiston Respublikasi hududida tayyorlash, tarqatish, saqlash, olib kirish va namoyish etish to'liq taqiqlangan. Jumladan, Telegram tarmog'ida 709 ta, Facebookda 220 ta, YouTube'da 104 ta, Instagram'da 239 ta, TikTok'da 46 ta, Odnoklassnikida 27 ta, shuningdek veb-saytlar, elektron kitoblar, maqolalar va nashidalar bo'yicha 40 ta kontent taqiqlangan. Nega taqiqlangan kontentlar ro'yxati e'lon qilinadi degan savolga javob esa shunday: fuqarolarimiz turli manbalarda adashib qolmasligi, to'g'ri ma'lumotni noto'g'risidan farqlay olishi, taqiqlangan sahifalarda yurganlar o'z vaqtida xabardor bo'lib, ularni tark etishi, eng muhimi jamiyat tinchligi va xavfsizligini saqlash, yoshlar ongini buzg'unchi g'oyalardan asrash uchun e'lon qilib boriladi. Ha, aytgancha, Oliy sud tomonidan taqiqlangan manba va kontentlar ro'yxati video ostidagi havolada. Kezi kelganda aziz yoshlarimizga shuni aytmoqchimiz: kelajak sizniki. Ilm izlang, o'rganing, ijod qiling. O'z ustingizda ko'proq ishlang, mehnat qiling va jamiyat uchun foydali shaxsga aylaning. Ota-ona va yaqinlaringizning orzusini amalga oshiring. Internet imkoniyatdan to'g'ri foydalaning. U intellektual rivojlanishingiz uchun xizmat qilsin. Shubhali kontentlar, buzg'unchi g'oyalar targ'ibotiga aslo aldanib qolmang. Yolg'on va zo'ravonlik g'oyalarining qurboni bo'lmang. Hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar va ziyolilar, sizlardan iltimosimiz farzandlarimizning va yaqinlarimizning internetdagi faoliyatini doimo nazorat qilaylik. Qanday sahifalarni ko'rayotgani, kuzatayotgani, kimlar bilan suhbat qilayotganini doimiy nazoratga olaylik. Nimalarni yuklab olayotganiga e'tiborli bo'laylik. Jamiyatda ma'rifat chirog'ini yoqish sizlardek ziyo ahlining muqaddas burchi hisoblanadi. Yoshlarimizga haqiqat yo'lini ko'rsating. Ularni turli g'oyaviy xatarlardan asrang. Sizning har bir so'zingiz ta'sirli, o'zingiz esa ibrat maktabisiz. Bugungi kunda jamiyat sizning ma'rifatingiz va tajribangizga har qachongidan ham ko'proq muhtoj ekanini unutmang. Yoshlarimizdagi salbiy o'zgarishlarga befarq bo'lmaylik. Menga nima degan beparvo munosabatlardan voz kechaylik. Chunki har bir yoshning muvaffaqiyati butun millatning faxri va g'ururi bo'lgani singari. Uning har bir xatosi va jinoyati jamiyatning yuziga tushgan dog'dir. Agar bir yosh yo'ldan ozish ostonasida turgan bo'lsa, unga ko'z yummasdan qo'lidan ushlab to'g'ri yo'lga boshlaylik. Uni jaholat girdobiga tushishdan asrab qolaylik. Unutmang, bugun zararli g'oya va axborotlarning keng tarqalishiga qarshi kurashish har bir ongli insonning mas'uliyatli burchidir.